E'tiboringiz markazida 2027 model yildagi geliklar Mercedes G63 yangilangan. Bularda qo'shimcha va yangilanishlar bor. 27 model yildagi avtomobillarimiz. Birinchisi bu kapot qismi dizayni o'zgartirilgan. Oldin juda ko'p qirralar bo'lardi, hozir qirralar sal kamaygan. Markaziy qismi hozir bu taraf bo'rtib chiqqan. Oldin oldi bo'rtib, orqaga buni tekslanib ketgandi. Hozir bu nabarot, boshqachasiga bo'lgan. Bu taraf bo'rtgan, bu pastga tushgan. Bu aerodinamikaga yordam beradi, avtomobil qarshiligini yanada kamaytiradi. Undan tashqari mana bu reshotka dizayni EQG elektrichki gelikdan olingan. Hop, oshiq-moshiqlari bo'rtib turardi mana bu eshikka o'xshab. Ular ichkariga cho'ktirilgan. Oyna yuvish dvornik tizimi ham bo'rtib chiqqanda oldin bu ham cho'ktirilgan. Lobovoy sal kattalashgan, chunki mana bu pastki qism ancha keng bo'lardi va bu dvorniklar uni o'rtasida turar edi. Ichki qismga mana bunaqa kamera o'rnatilgan. Qarang, bu kamera haydovchi diqqatini nazorat qiluvchi kamera va u haydovchi uchun yordamchi tizimlar bilan chambarchas bog'liq va uni yanada takomillashtirilgan. Qo'shimchasiga esa barmoq izi funksiyasi bor. Bu funksiya yordamida haydovchi avtomobildagi barcha sozlamalarni birgina barmoq izi bilan qaytara oladi. Mana bu haydovchi o'rindiqlar hamda rul eslab qolish funksiyasi tugmachasi faqat rul bilan o'rindiqni pozitsiyasini qaytarsa, barmoq izi bilan multimediyadagi ham sozlamalarni ham o'z joyiga qaytara oladi. Bu avtomobillarimiz sotuvda maksimal komplektatsiyada ikki xili bor. 352 ming dollarlik va 342 ming dollarliklari bor. Batafsil ma'lumot uchun bizga murojaat qiling. Avtomobillarimiz sotuvga tayyor.